Olib qo'ygan Damas mashinamiz xudo xolosa obunachilar ham tayyor bo'ldi. Bu mashinaga qilingan ishlar ko'rsataman. Bu mashinamizga polni chexollarini tikib berdik. Qanaqa go'zal chexollari mana. O'rtasi to'qima material bo'ldi, tepalariga setkalar ishlandi, ajoyib chiqdi. Oyog'im taylariga poliklar qilib berdik. Qanaqa ajoyib chiqdi polik. Ustidan yangi chiqqan Europolik yangisidan solib berdik. Polning salon laminatsiya bo'ldi, hamma yo'qlari o'ta go'zal bo'lib, cho'tki bo'ldi mana. Eshiklargacha laminatsiya qildi hamma yo'g'ini. Yana bunga orqalarini ko'rinishi mana. Orqalariga ham chexollar kapitanskiy sigilarga rosa yarashdi, o'ta chiroyli chiqdi. Orqa uchinchi qatorlari ham go'zal bo'ldi hamma yo'g'i. Poliklarimizni ko'rinishlari mana. Bu salfetka solindi. Tagidan qanaqa polikni berdi. O'ziga mos o'ta go'zal, sifatli. Oyoq poni laminatsiya bo'ldi hamma yo'g'i. Poni shu izolyatsiya bo'ldi sloyda hamma yo'g'i. Orqalarini tushishlar, orqalari ham qolib ketmagan. Stoykalarini aytaman, stoykalari bitta chakmak emas, bitta butun bo'ldi hamma yo'g'i. Tajma pastlarigacha qilib berdik. Ular ham shunga bo'ldi. Mana stoykalari qanaqa go'zal chiqqan. Qara-qarada bo'ldi hamma yo'g'i. Bunga yana bonus sifatida rul chexol qilib berdik. Salon laminatsiya, chexol, polik hamma yo'g'i bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Manzur 59-maktab, lokatsiya bo'yicha chexol, polik nomer 1. O'zimiz go'zal qilib o'rnatib beramiz. Asaka Chexol Center.